videoda men sizlarga ekranni qanday qilib zapis qilishni o'rgataman. Ekranni zapis qilish uchun bizga rekordlar kerak. Bu rekordi mana bu narsa, ya'ni bu ekran zapis qiluvchi ilovaning bir turi. Shuning uchun biz shuni qayerdan bilib, biz buni albatta biz buni Google'dan, Play Market va App Store'dan ko'rsak bo'ladi. Bu nomi rekorder kerak. Buning nomi rekorder albatta. Mana o'sha ilova, bu yangicha varianti. Bundan yangisi ham chiqqan bo'lishi mumkin. Bu video har yerda to'g'ri kelmaydi, chunki bu har yil bu ilova yangilanib boradi. Men sizlarga mana shu ilovani yuklab olasizlar albatta Play Marketdan. Endi men bilan nastroyga qilishni ham o'rgataman. Biz nastroyga mana shunday o'yna chiqadi. Biz ilovaga kiramiz. Mana shu yer hozir mana menga o'zi video kelyapti. Sizlarga nima bilmasligimga men bir nechta video olganman. Endi esa biz bu pastda mana bunaqa o'ynachasi bor. Mana bunaqa hozir mana nastroykacha bo'limchasi, nastroyka bo'limi. Mana shu nastroyka bo'limiga kiramiz. Bu yerda bu bunaqa nastroykalar bor. Shuni screenshot narsalar bor. Mana bu yerda nastroyki audio degan joyga kirsak agar, shunda mana o'yna paydo bo'ladi. Bu ya'ni nimada? Bu mana bu orqali biza bu telefoningiz asli o'yin haqida video olayotgan bo'lsangiz, buni albatta to'g'rilab qo'yish mumkin. Bu Golby zapisat, bu bizning aytayotgan ovozimiz, mana buni ko'tarib qo'yganman va bu telefon ovozi, ya'ni telefonda bir o'yin yoki ilovaning qo'shig'ini ya'ni zapis qilish foizi men 40% ko'tarib qo'yganman. Mana biz o'zingizga bo'lgan ritm tanlaysiz. Buni chiqamiz. Настройки video. Nega menga kirmayapti? Chunki men video olyapman. Mana bu yerni esa biz necha gigabayt shuni biz mana buni 3 qilib qo'yaman. Mana bu esa bu telefon qaytishi rejimi zapis. Bunga bizga kirmayapti. Mana bu vaqt necha sekund shunaqa narsalar bunga tegmaymiz. Bu yerda yana screenshot, saqlanadi video, shunaqa bir pullik narsalar ekan. Pastga tushamiz. Настройки Play Shop degan joy. Bu nimadir bo'ldi menga. Mayli, nima deymiz? Bu yerda boshqa narsalarga tegmaydilar. Bu albatta bittasizlar, albatta video montaj qilgan bo'ladi. Video qo'shish, video kesish, shu videoni nastroykalar qilish, boshqa narsalar bajarsangiz bo'ladi. Shunaqa narsaga ham albatta bu faollashtirilgan. Bu foto degan bo'limi, ya'ni foto bu screenshot qilgan paytimiz mana bunaqa screenshotlar bo'ladi. Mana biz buni bosgan paytimiz bu ekranni screenshot qiladi. Mana bizga chiqadi mana shunaqa. Mana bizning screenshotimiz. Mana bu video bo'limi bizning olgan videolarimiz shunaqalar to'g'ri keladi. Bu narsani yopib qo'ysanglar, menga mana ustini bosganda turli xil shakllar chiqadi va men bularni videolarni ko'rsatishim yoki yumaloqchaga olishim yoki buni ko'rsatishim mana shu narsani bajarsam bo'ladi. Mana shuni orqali sizlar buni ekran bemalol zapis qilsanglar bo'ladi bo'ldi. Eslab qo'yinglar, buning nomi X rekorder. Mana ekran zapis. Men yardansa eslatib o'tsam, bu telefonlar albatta ayrimlarda bo'lsa menga bor. Mana zapis ekran, ya'ni sizlar buni yuklamasdan turib ham telefonni o'zining funksiyasi orqali ekranni zapis qilsanglar bo'ladi. Rekord yuklab olganman, rostini aytsam, buni ham keyinroq o'zim tushunganman. Atayni mayli degan holda maslahat shu videoni chiqardim. Videoni yoqqanida albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Barchaga rahmat. Sog' salomat bo'ling.